ليث صبور ريح الشهادة. Oysha roziyallohu anha aytadilar. Bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kirishga izn so'raganda, men Rasululloh bilan uyda edim. Rasululloh unga izn beringlar, qavmning naqadar yomon farzandi u dedilar. Keyin aytdilarki, odamlarning eng yomoni odamlar uning yomonligidan saqlanadigan kishidir yoki yomonligi uchun odamlar uni tark qilib qo'ygan kishidir dedilar. Ya'ni o'zi yoqtirmaganlar Rasululloh o'sha odam bilan ko'rishishni. Lekin endi ko'rishmasalar ham shu bir yomonlik qiladi u odam. Shunaqa odamlar bilan nima qilish kerak ekan? Yomonligidan saqlanish uchun muomalani qilib qo'yish kerak. Garchi yoqtirmasangiz ham. Ana shuning uchun u naqadar badbaxt odam desalarda kiraversin, izn beringlar deganlar. Bu 200lamachilik emas ekan mana. Bu hadisdan bizning mavzumizga tegishli qismi demak, mana shunaqangi yomon odamlarni murosasini qilib qo'yish kerak. Ular bilan o'chakishmaslik kerak, ya'ni. Hasan Basri aytadilar, kishi o'zining nafsini ochiqchasiga omma oldida yomonlaverishligi maxfiy ko'rinishda o'zini nafsini maqtashidir. Buni ham avval o'tgandik. Bir odamlar bor, o'zini yomonlayotgan kishi bo'lib, o'zini maqtaydi. Ha, biz bir tengi qimmat odammiz o'zi, biz kim ham bo'lardik? Deveradi, buni eshitgan odam voy tavozuni qara deydi, kamtarlikni qara deydi. Ana shuni istaydi u aslida, odamlar uni shu kamtar ekan, uni o'zini kichkina olishini qara deyishini istaydi. Ana shuning uchun ham bu yomonlaverish ham odam o'zining nafsini kerak emas. Yana aytishadi mana, kim o'z nafsini aybini o'zi oshkor qilaversa, bu o'zini nafsini o'zi poklayapti degani. Ya'ni o'zicha o'zini maqtayapti degani bu. Bir kuni Xolid ibn Safvon Shabib ibn Shaybani yomonlagan ekan. Yomonlab uni sifatini aytgan ekanki, laysa lahu sadiqun fis sirri va la aduwwun fil alaniya. Bu shunaqa odamki, maxfiy do'sti, oshkor dushmani yo'q uni degan ekan. Ana shu bilan yomonlab qo'ydi uni. Buni tagida ko'p gap bor. Maxfiy sirda do'sti yo'q degani, hamma do'sti uni yuzaki degani. Sodiq, uni bir sirida haqiqiy unga vafodor odami yo'q. Quruq undan manfaat ko'rish uchun atrofiga do'st bo'lganlar bor. Vaqt shunday oshkora dushmani ham yo'q deyapti. Dushmaningiz oshkora bo'lsa ham bir katta bir ne'mat bu. Ammo maxfiy dushman bo'lsa, hamma yoq atrofi xoinga to'lib ketsa, odamni sotqinlarga, bu eng yomon narsa. Odamni bir shu darajada xulqi yomonligidan, o'zi yomonligidan dalilda bu hamma atrofida xoin bo'lib ketgan. Ana shu uni yomonligiga kifoya deyapti. Maxfiy do'sti yo'q, oshkor dushmani yo'qligi. Yana bir arobiy bir odamni yomonlab aytgan ekan. Sen shunday odamsanki, so'rasang yopishib olasan, so'ralsang paysalga solasan. Gapirsang qasam ichasan, va'da bersang xilof qilasan. Qarasang hasadgo'y nazar bilan qaraysan, yuz o'girsang gina bilan yuz o'girasan. Arabiylar arab bo'lganda baribir qanday gap topib gapiryapti. Ana shu eng yomon xislatlar odamdagi, bular ham so'rasa yopishib oladi o'zi. Lekin undan so'ralsa deyapti, paysalga solib yuraveradi, erta beraman qilib. Gapirsa qasam ichadi. Bu ham o'z inson yolg'onchiligidan, o'zidan o'zi qasam ichaverishligi hadib. Va'da bersa xilof qiladi. Bu munofiqlik sifati endi. Qarasang hasad nazari bilan qaraysan deyapti. Yuz o'girsang gina bilan yuz o'girib ketasan deyapti. Bir kuni Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bir qavmni oldidan o'tib qoptilar. Bu odamlar bir odamni ushlab ketyapti ekan, shubhada ushladik uni deb, nimadadir ayblab olib ketishyapti ekan qo'zixonaga, ya'ni. Umar roziyallohu anhu shunday aytgan ekanlar: "La marhaban bi hadhihi al-wujuh allati la tura illa fi ash-sharr." Yomonlikdan boshqa payt ko'rilmaydigan bu yuzlarga marhabo bo'lmasin degan ekanlar. Ya'ni u odamlar Umar roziyallohu anhu birinchi marta ko'ryaptilar. Hech shu paytgacha ko'rmaganlar. Qachon topilib chiqdi ular? Bir fitna chiqqanda, bir shubha tug'ilganda, ana unday qilibdi, mana bunday qilibdi deb bitta odamni ushlab olib qo'zixonaga ko'tarib ketishyapti. Ana shuning uchun Umar roziyallohu anhu shunaqa odamlarni yomon ko'ryaptilar. Faqat fitna paytida uni shoxi chiqadi. Boshqa paytda bir islohot o'rnida, kerakli paytda topolmaysiz uni. Hozirroq bir shubhali hodisa sodir bo'lib qolsa,
Birdan hammasini yuzi ko'rinib qoladi. Ana shunday qilish kerak deb. Hozirgi zamon tilida aytganda bularni o'sha provokatorlar deyiladi. Faqat fitna fasod bo'lganda shoxi chiqadi ular deb. Shuning uchun bunaqangi yuzlarga faqat yomonlikda ko'rinadigan yuzlarga marhabo bo'lmasin deganlar.